Assalomu alaykum. Siz Acharya University yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Bugungi dasturimizda sizlarga nafaqat universitet haqida umumiy ma'lumot, balki 2026-yil uchun ochiq qabul jarayoni haqida ham muhim yangiliklarni taqdim etamiz. Acharya University bu zamonaviy bilim, innovatsiya va xalqaro standartlarga asoslangan ta'lim maskanidir. Bu yerda talabalar faqat nazariy bilim bilan cheklanib qolmay, balki amaliy tajriba orqali o'z kasbining haqiqiy mutaxassisiga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Endi esa eng muhim yangilik. Acharya University'da 2026-yil uchun rasmiy qabul boshlandi. Agar siz kelajagingizni zamonaviy kasblar bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, aynan hozir to'g'ri vaqt. Universitetda siz quyidagi eng talabgor va zamonaviy yo'nalishlarda ta'lim olishingiz mumkin. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish, aqlli tizimlar, robotlar va avtomatlashtirilgan dasturlar yaratish, ma'lumotlar tahlili, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va muhim qarorlar chiqarish, kiberxavfsizlik, tizim va ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha chuqur bilimlar, kompyuter fanlari, dasturlash va algoritmlarning mustahkam asosi, bulutli texnologiyalar, zamonaviy IT infratuzilma bilan ishlash, full stack dasturlash, veb-sayt va ilovalarni to'liq yaratish. Acharya University sizga nafaqat ta'lim, balki global darajada raqobatbardosh mutaxassis bo'lish imkoniyatini ham taqdim etadi. Agar siz ham o'z kelajagingizni bugundan boshlamoqchi bo'lsangiz, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Acharya University bu sizning muvaffaqiyat sari eng muhim qadamingiz. Biz bilan qoling va keyingi yangiliklarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.